Grammatika shartmi desangiz, qisman shart, ya'ni ba'zi bir holatlarda o'zingizni fikringizni to'liq bayon etish uchun kerak. Lekin baribir ham ko'proq og'zaki so'zlar, ideyalar va albatta o'ziga bo'lgan ishonch, xato qilsa ham gapira olishlik bu muhim. Ko'pchilik bolalarda men xato qilishdan qo'rqaman, grammatika zo'r o'rganib keladi. Aytaylik, bir xillarda 36 ta biz payt institutga kirganimizda 36 dan 36 ta topadigan do'stlarim ham bo'lardi. Lekin speakingga kelsa, umuman og'zini ocha olmasdi. Keyin qarab turardim, aytardim, nimaga unaqa? Ya'ni shu yerda bitta katta xato bor-da. Ya'ni o'quvchilar orasida grammatikani hozir o'rganib olsam, speakingimni keyin chiqarib olaman degan narsa yo'q. Masalan, yosh bola tug'ildi, 1 yoshdan keyin o'sha gapirishni boshlaydi. Qaysidir zvuklarga imitatsiya qilishni boshlaydi-da, a, o, oyi, ada deshni boshlaydi. Xuddi shunaqa ingliz tilida ham sekin step by step deyiladi, o'sha chiqiladi bu narsa. Shu narsani tushunish kerak odam.